Qaza yutasi deb anglaganmi? Tuqqanlar odatdagi yutazini jimbirda pomlaydigan emasmi? Asli bugun biz uvulib turadigan ma'noda qatras holat qilamiz tuqqanlar yutazini. Ammo hammalar yurak yulduz belgilarini besib saqlab olgach ko'rlardim, sen tuqqanlarim bo'lmasa topamay qollar. Aldi bilan Al-Nuri yeşil ölçümedeki unumuzga muvafiq tutsab etini normal qilib chini amda qandirib xamir jig'ira olamiz tuqqanlar. Xamir turish samadan bugun juma tuqqanlar agar salar vaqaslar turg'izmayli boshlab keslanma bo'ldi, samislan bo'laverdi. 2 qo'shiq mayga 1 qo'shiq un aralashtirib yo'su tayyorlab olamiz tuqqanlar. Aka buni ma filmdagi usul bo'yicha qilsangizlar bo'ldi. Xamir yig'irish mashinasi o'qabdiki helim shundoq asqatida tuqqanlarim. Burunga eg'ir kelgani to'lib bil ketmaydigan, lekin hali eg'irlish qolgandiki bir tachinni uya bu yoqqa qo'shmi xeyli ishtak bilindigan qaldiki tuqqanlar o'zingizlar bilsizlar-ku. Ma meni munaq chiqqalavatmisingizlar bo'ldi tuqqanlar. Ma keyinda qaga 2 tasini meji qaraq ishqabdiki undoq chiqaraq qo'yib qiladi aytganimcha. Mashagichan ko'rpaga tuqqanlarimga ko'pdan-ko'p rahmat juma tuqqanlar bo'z qimmat yurginizlarni aymaganingizlar so'mlik tuqqanlarim. Endi qozonga may qo'ymiz, ammo bekchi qo'yavatmaymiz. Biroq mayli olgandiki ziyodasini to'katib, eki xamirni sab so'z o'tib bir taraf sag'argandiki o'rib yan bir tarafini sag'arsak bo'ldi tuqqanlar. Taxminan oldikeni 8-10 minut pishib chiqadi juma tuqqanlar. Suv qo'yib dumlab qildigan ishlar yo'q juma tuqqanlarim. Mana shunchalik churuk, quruq yisimi bo'ldigan ichiga pishi xam saylan apisimi shunchalik muzlikka. Amisi tuqqanlar sizlarni cho'qim sinab beqingizlar juma xayri xo'sh.